Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun ikki kanali joyimiz sotuvga chiqdi. Jo'rabek salon yanında. Bu yanimiz Avtodorожный kollej, bu yanimiz Olimpiya stadion yanında. Bu ko'chamiz Gullan ko'cha deb aytiladi. 4 etajli domimizning 3-etajında ikki kanali joyimiz sotuvga chiqdi. Esa ichanqlik qismi bilan tanishib chiqamiz. Yetgacha. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 3-kavatimizga yetib keldik. 4 etajli domimizning 3-etajini ikki kanali kvartiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, fondan chiqib toza holatda akkuratni turibdi. Sanuzlarimiz ham yine ko'rganlaringizdek yaxshi holatda. Bismillah deb kuxnyasiga giramiz. Kuxnyamiz ham yaxshi, toza, akkuratni kuxnya mebellarimiz yaxshisidan turibdi. Gaz plitamiz, akva aynamiz ko'rganlaringizdek shunday holatda. Bismillah deb o'tamiz. Chap qo'limizda giramiz. Bu xonamiz yine shunday holatda. Perdelerimiz toza, lyustralarimiz toza. Shunday güzel bir chiroyli xonamiz. Birimizdan perde bor ekan. Eshiklarimiz yaxshisidan, yaxshi eshiklardan qo'yilgan ekan. Yanımıza giradigan bo'lsak, bu yanimizdan aboy etilgan yine perdemiz bor. Bu xonamizda lyustralarimiz ham bor, shkafimiz bor. Hurmatli yurtdoshlar, 4 etajli domimizning 3-etajında 2 xonali kvartiramiz. Bahosına keladigan bo'lsak, bahosi 320 milyon so'm. Telefon uraverasizlar, ekranda ko'rsatilgan raqamlara bog'lanasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.